tibbiyot ensiklopediyasi bo'lgan. Ensiklopediyalar to'g'rirog'i. Bolaligimda katta tom ensiklopediyalar uyimizda bo'lgan. Nima Slovarniy ensiklopediya bor edi, Adan Yagacha degan ikkita tom. Undan keyin u kim bu nima degan ensiklopediya bo'lgan. Keyin tibbiyot ensiklopediyasi bo'lgan uyimda. O'zi onam tibbiyotda faqat kollejda o'qiganlar, bunaqa hamshiralik, lekin o'sha kitobni sotib olganlar. Bu men uchun juda ham katta yutuq bo'lgan. Yoshligimdan shu hammasini o'qib chiqib yurganman. Qayta eng yaxshi ko'rgan kutubxonadagi kitoblarim mana shu 4ta ensiklopediya bo'lgan. Adan Yagacha Slovarniy ensiklopediyada men xohlagan savolimga javob topa olganman o'sha paytda, endi 5-6 sinf paytimdagi qaysi savol tug'ilsa javobni topa bilganman va sinfda to'g'ri savol javoblarda zo'r bo'lganman-da. Shu nima mavzu bo'lsa oldindan men o'sha mavzu haqidagi savollarimni topib, o'sha ensiklopediyadan ma'lumotlarni daftarimga yozib, hattoki Einsteinning nisbiylik nazariyasini ham 5-6 sinfliklarimda o'qiganman. Shunchalar qiziqib ketganman.